Assalomu alaykum aziz muxlis. Yulduz Usmonova internetda shov-shuv bo'lgan izohlariga shunday javob berdi. Chochib yaxshimi? Azlarimiz. Men o'zim ibodatda yurib, hammalari bir-birlaring bilan nima bo'lsalaring bo'lib. Sizlar kirib kelayotgan yangi yilda baxtli bo'linglar. Hammamiz sog' bo'linglar. Mana butun korporativlarda ayollarni ko'ryapman. Одни женщины в основном. Вот. Shunaqa zamon keldi, ayollar bemalol qo'rqmay ko'chaga chiqadigan zamon keldi. Bemalol yashay oladigan zamon keldi. Endi mana shu bemalol yashaydigan zamonda yolg'iz bo'lmasin deb har doim shuni o'ylayman. Keling aka, o'tiring. Kelaverasiz. Muxlislarim bilan gaplashyapman. Men bor uzr, я простыла, вот эти baram umradan keyin mana shu hech o'zimga qaralmay, sog'liqqa qaralmay, tapir ashula aytib mana shunaqa qilib yuribmiz. Manda choy bor aka. Manda bor choy. Xullas, sog' bo'linglar. Kim o'rmonda yo'qolgan bo'lsa, u o'zini ishi yo'qolganida saqlab bo'lmaydi. Saqlanishni imkoni bo'lganlarda saqlab qolaylik oilalarini degan maqsadda gapirildi, yana gapiraman. Yolg'izlik Allohga yarashadi. Hali imkon bo'lsa, yana saqlab qolishni iloji bo'lsa, oilalar saqlab qolib baxtli bo'lib yashash harakatini qilinglar. Ilohim 2026 bo'ladimi? 2026-yilda. 2020 я так устала, не сплю, да uxlamayapman-da. Keyin 2026-yilda ajrashishlar kam bo'lsin. Yoshlarimiz endi chislar o'ylaysizlar, bizda bo'lmaydimi? Menga bitta-ikkitasi aytdi, sizga yaxshi-da, bunaqa eringiz bilan mana o'zimni erim, yuzi ko'zi. Xafa bo'lmaydi. Endi он не любит, когда я вспоминаю все это. Voy, mana nimalar yashamadim. Turkiyada холодильник pustoy, qiynalib yashagan paytlarim, o'zim zo'rg'a haydalib, hali yo u yoqli bo'lmay, yo o'zbek, yo turkmasman. Haligi u paytda adnaklas degan narsa bo'lardi. Kompyuterda. Teskari qaraydi. Ben de seni seviyorum deb chiqib turibdi. Men aytmoqchi bo'lganim, yo'q. Endi hayotda надо поделиться для того, чтобы тебя говорят. Мы башарец qilishayt раз. Понимаете, какие красивые девочки тоже. Mani erim yaxshi, har doim to'g'ri yo'lda yuradilar. Erim yaxshi ko'rishadi-da. Qizlar osilishadi. Shunaqa deylik. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum demaydi. Вы знаете, что я пережила? Lekin shoshilib kesmadim. Men aytdim, если я тебя не устраиваю, ты можешь уходить. Я понимаю, что у меня проблемы deganman. Вы представляете, каково было тяжело? Shoshilib qaror qilib bo'lmaydi. Mana bugungi ko'rayotgan baxtli kunlaringiz mana shunaqa kunlardan o'tib kelingan. Yana bir shoirda otini, sizlar kam kitob o'qiysizlarda, bir shoir bor, buyuk shoir. Bugun даже один из основателей, o'zi shoirlardan desam bo'ladi. Smelo, otlarini aytmayman. O'qisalaringiz kitoblarda chiqib keladi. Rosa icharkanlarda. Qattiq icharkanlar, o Beshyog'och parkda, bag'da yotib uxlab qolar ekanlar. Слушайте, hech kim u odamni ichganini aytmaydi, faqat uni velikligini gapiradi. Bu veliki odamni veliki qilgan ayolni hech kim aytmaydiki, eringiz ichib anaqda yotib qolibdi desa, haligi yog'och arabalar bo'lardi. Eslasizmi, aytib uchburchak arabalar bo'lardi. Знаете, мне до слез inogda shunaqa ayollarimiz bo'lgan. Borib, hali monda qilib kechasi ichib uxlab qolgan erini solib o'sha veliki paytda arabachaga solib uyga olib kelar ekan. O'zlari hamma yo'g'ini yuvib, tarab, ichki odam bilasizlar qanaqa ichib o'ynab qoladi. Inogda haqiqatda dunyo shunaqa haqsizki, o'sha ayol haqida hech kim gapirmaydi-da, o'sha buyuk shoir haqida gapirishadi. Bugun navaralari buyuk odamlar, oliyjanob bolalari bor. Pravnuklar deydimi, haligi avara, chavara, navaralari juda ham baxtiyor yashashyapti, ulug' odamlar. Lekin bu ulug' oilani, ulug' odamni, ulug' oilasini bugungi kungacha torunlarini deydimi, haligi pravnuklarini toshib kelgan o'sha buyuk ayolda ish ko'p deb o'ylayman. Поэтому oilalar saqlanib qolish kerak. Buyuk odam bo'lish uchun yoningda, sen buyuk inson bo'lishing uchun buyuk oddiy inson yoningda turish kerak, orqangda, yoningda. Biz bir-birimizga suyanchiq bo'lishimiz kerak. Sog' bo'linglar. Ilohim hech kim yolg'iz yashamasin. Yolg'izlik juda ham qiyin.
Men yana bir bor aytaman, yo'qolgan odamga gap hayb. Men o'zini yo'qotib bo'lib bitgan odamlarga gapim yo'q. Har kim o'zini o'rmonda yo'qolgan odamni topmaydi, oqtarishmaydi ham, bilasizlarmi? O'rmonda taygalarda mana qarasalaring. Tut кто теряется без вести пропал. Остался, либо yem bo'lib ketdi, lибо o'ligi keldi, lибо tirigi deydi. А тех, которых можно спасти, надо спасать. Shu bir statistika bo'yicha 200 ming dedim hayotim. 200 ming ajrim turibdi oldinda. Bitta bo'lsa ham oila saqlansa, jamiyatimiz omon qoladi. Bitta bo'lsa ham oila. Endi iloji boricha yoshlarga imkon. Endi bugungi kunda oldingidaqa qaynana, oldingidaqa hozir qaynanalar kelindan yosh. O'zi yashash kerak. O'sha boshda eri yo'q bo'lgani uchun hali o'g'liga ham kun bermaydi-da. Поэтому надо их оставить в покое. Baxtli yashasin. Yolg'izlar o'zini juftini topsin. Iloyim juftini topib o'zini kerak his qilsin. Men ham 20 yil oldin borgan ekanman. Ko'rgan bo'lsanglar, Mansurjon meni bundaqa qilib olib ketayotgan ekan. 20 yil oldin ashtaqalarni ko'rib, uvvos solib yig'laganman hajda Baytullohda oldida. Uvvos solib yig'laganman. 20 yillardan keyin mana bu 30 yil уже прошло. Mansurjon meni bunda qilib olib yurganini Alloh ko'rsatib qo'ydi. Это мне надо было тоже столько лет пройти, столько раз увидеть, чтобы дойти до этого. Sen o'shanda so'rading bandan, men senga berdim. Men umrada ham so'radim. Qizlarimiz, yigitlarimiz mukammal baxt so'rayman sizlarga. Har kim nima desa ishonavermanglar. Qorni to'qdi, qorni och bilan nima ishi bor deydi. Biz ko'chada, internetda mana bunaqa tuzab qo'ygan dasturxon, mana shu mevani yeysanmi deb so'rang, yemayman. Hurmatim keldi, yemayman. Kimdir yeydi. Buni ko'rib havas qilmanglar. Yeyilgan odamga havas qilinglar. Mana shu narsani oshqozoni og'rimay, semirmay, chiroyli yeyilgan odam yutuqda. Uni ko'rgan odam, xonadonda turgan odam yutuqda emas. Yegan odam yutuqda, baxtli yashagan odam yutuqda. Shuning uchun baxtni saqlab qolinglar. Hamma joyda ham ko'kariku bir xil. Bedana qatta bo'lsa pipilda qo'sha deydi-yu. Hech narsa o'zgarmaydi. Agar siz bilan biz jamiyatimizni o'zgartirmasak, yoshlarimiz baxtli bo'lsin, kattalarimiz ham iymonda bo'lsin. Ashi iymonsiz qarishlikda biz yoshlarda oilasini buzib qo'yapmiz. Iymon butun bo'lsa, biz yoshlarimizga shuning uchun sabr qilinglar. Men ham Yulduz Usmonovlar tappida bugun tushib qolmadim. Yo'qchilikni ko'rdim, borchilikni ko'rdim. Nima deydi? Unijeniyalarni ham ko'rganman men ham. Mana zo'rg'a topgan hech kimni tepib o'ldirib qo'yarmikin deb, olib ketib qolisharmikin deb qo'rqib ham yashadim. Oilaga kelganda g'urur qilmanglar. Oilaga kelganda aql bilan ish qilishga harakat qilinglar va baxtli bo'linglar. 2026-yil har xonadonga Alloh agar men duolarimni eshitsa, amin, amin ya robbal alamin. Ajrashishlar kam bo'lsin. Baxtli bo'linglar. Ota-onani boshini ham gap toshib og'ritmanglar, qizlarim, bolalarim. Sog' bo'linglar. O'zim ham bolalarim ham kelinlarim mana ajrim yo'q, mana atrofimda o'g'il bolalar, lekin kelinlar bir quturib oladi, ketib kelganlar bor. Yaqindan bittasi ham zarda qilgan, o'zini o'zi men tanimagan, men siz erga tegib ana qilgan. Voy qizlar bilan yuribdi, voy kelin ahmoqmisan, kallang bormisan dedim. U to'likka borgan qo'l tegmayapti. Men bolalarim ko'zim oldida-yu. Bizda o'g'il bolalarga ham, qizlarga ham ruxsat yo'q, vaqt ham yo'q, on yo'q. Bizda birovga qarashga, aqiba qarashga, fikr qilishga vaqtimiz ham yo'q. Internetga ham kirmaydi bolalarim ham, hatto. Mana shunaqa qilsam ham adashmayman. Chunki to'yga boradi, hamma uxlab qoladi dedi. O'zi 3 gacha, 2 gacha, 4 gacha hatto uxlashyapti. Kunduzi ham to'y olmaymiz. Shuning uchun oilada bo'lar ekan. G'alag'ovur. Iloji bo'lsa, hamma gapga ishonmasdan, to'xta. Seni urmayaptimi, so'tmayaptimi? Nima bo'lyapti? Gap bundoq. Pardani ko'tarib gaplasha olmasangiz, erkak kishi borib gaplashsin, bo'lsa ayol kishi gaplashsin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Nafaqat yoshlarimiz, katta ayollarimiz ham bor, одинокие. Им очень тяжело. Iloji bo'lsa, ular ham erga tegib yashasin. Yolg'izlik Allohga yarashadi. O'shanda balkim hasad, ichqoralik kamroq bo'ladi. Yana bir bor aytaman. Тот, кто потерялся, тот потерялся. Кого можно спасти, мы должны спасать. Duolarimizni Alloh qabul etsin. Mukammal baxt bersin. Yoshlarimiz kalla bilan yashasin, sog' bo'lishsin. 2026-yilda ajrim yo'q bo'lib 5